Assalomu alaykum qadrdonlar, aka-ukalar, opa-singillar. Bu videoda olishdan maqsad mana hozir bu ba'daga juma kuni kech paytda yuk topib kelganman. Ofisga kirsam, dushanba kuni ertaman 6 ta tushiramiz dedi. Uje dushanbaga dog'i shanba, yakshanba. Juma kuni kech payt shanba, yakshanba. Qolib ketdim yo'lda bo'yida, vaqtim ham uje ofisga yerda qo'y vaqtim ham uje tugab qolgandi. 20 minut vaqtim bor edi. Uje atrofni qaradim, Google kartadan yaxshi joy yo'q, pastki parking yo'q. Shu yerda qolaman dedim, boshqa variantim ham yo'q edi. Mana hozir bu yog'im cho'l. Bu yoqlarda ba'zilar uje yopilgan, hech qanaqa возможность yo'q. Yo'lda bo'ydaman, hojatxonadan, do'pisi hojatxona yo'q, suv yo'q, sharoit yo'q. Hojatxonada endi bir amallayapmiz kunduzi. Keyin bo'ldi yo'lda bo'ydaman. Libo payt, xohlagan payt politsiyasiga kelib haydab borishi mumkin, 100% garantiya. Xudoga shu kech paytdan beri kelgani yo'q. Keyin bo'ldi Fransiyaning Marsel shahridaman. Marselga yaqinroq. Bu yerlar juda ham opasniy zonalar, opasniy joylar. O'g'rilar ko'p bo'ladi. Asosan Sadarkani, asosan tent yirtib yukka hujum qilishadi, yuk topib ketishadi. Demoqchi bo'lgan narsam. Bu yerda xo'p suvdan eplesiz, suvsiz ham yashash imkoni bor. Tualetsiz ham imkonsiz bo'ladi. Qo'qsan og'rib qolsangiz misol, qattiq tish og'rib qolishi mumkin. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Insonmiz har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Yosh kattalar bo'lsa, mojid dalini oshishi mumkin, yurak xuruj qilishi mumkin, hamma narsa bo'lishi mumkin. Shunda qayerga boraman? Hech yerga bora olmayman. O'sha atrofimda naslonli punktlar yo'q, faqat ba'zilar bor, ba'zilar o'zi yopiq. Tem bo'l tilda bilmaysiz, qaysi soatdan kirishni ham bilmayman. O'zi yopiq. O'zbekistonda yurib, Yevropaga kelib, ura minib, ishlashda orzu havas qilib yurgan akalar, shunaqa plyuslari ham, shunaqa minuslari ham bor. Hamma narsani ham tarozi bor, o'nggan, chapgan tortadigan.